Assalomu alaykum, qadrli Tog'li Fori kanali obunachilari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimizni Vodiy Toshkent yo'nalishini bog'lovchi Qamchiq tomonidan olib boryapmiz. Ya'ni xalq tilida Pereval deb ataladi. Ya'ni bugun biz mana shu dovonda joylashgan Lazbek dam olish maskani haqida qisqacha video obzor qilamiz. Bu dachamiz katta yo'ldan pastda joylashgan. Ya'ni sizlarga lokatsiyani aniq tushuntiraman. Bu tomonimiz vodiydan keluvchi yo'l, ya'ni tunneldan taxminan 10-15 kilometr pastga tushgandan so'ng naryoqda Kamtar oshxonasi bor. Ya'ni Kamtar oshxonasidan razvodga qaytish kerak. Agar Toshkent tarafdan keladiganlar bo'lsa, Kamtar oshxonasidan o'tiladi, taxminan 2 kilometrcha yurilgandan so'ng, demak, mana shu yo'l orqali kirib ketadi. Endi sizlarga aytib qo'ydim, mana bu temir savdo akfa budkachasida ko'rishingiz mumkin. Yaqin kunlarda mana shu yerga Lazbek dam olish maskani reklamasi topshiriladi. Demak, shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa telefon orqali bog'lansalaring, bemalol o'zlari chiqib kutib olishlari mumkin. Telefon nomerlarini pastga yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bu dachamizni demak qisqacha obzorini boshlaymiz va mana shu yo'ldan yurib sizlarga qisqacha yo'lni tushuntirib ketamiz. Dachamizga kirish yo'li o'zgacha chiroyli, ya'ni manzarali. Ya'ni pastga tushgan sari odamni kayfiyat ko'taruvchi ajoyib bir go'zallik, yashillik sizlarni ko'zlarini quvontiradi. Mana qisqacha dachamizning atrofidagi manzara. Dachamiz pastda joylashgan. Dachamizni katta yo'ldan ichkariga kirish masofasi taxminan 600-700 metr tashkil qiladi. Yo'llarda muammo yo'q, bemalol kirish mumkin. Mana dachamizga kirish joyida mana bu tashlamani arintirib olishingiz mumkin. Buni ham mana atrof. Atrof juda ham go'zal. Mana pastda boshqa dachalarimiz ham bor. Xo'p, mana dam olish maskanimizga kirib qoldik. Mana bu yo'ldan yurilganda mana o'zi dachamizni yozib qo'yishgan. Lazbek dam olish maskani. Xo'p, dachamizga bizni orqali tushsa ham bo'ladi, yoki bo'lmasa ozgina yurilsa bir 10 metrdan so'ng 10 qo'lga burilish bor. Pastga mashina ochib qo'ysa ham bo'ladi, bemalol bu yerga ham qo'ysa bo'ladi. Parkovka, ya'ni mashinada qo'yishda muammo yo'q. Xo'p, demak, dam olish maskanimizga kiramiz va bu yerdagi shart-sharoit, narx-navo haqida qisqacha obzorni boshlaymiz. Xo'p, ichkari joyimiz juda salqin. Manzaralar o'ta chiroyli. Asosiysi tinch, ya'ni ortiqcha shovqinsiz. Xo'p, mana dachamizda ichkari qismlari asosiy bog'da ichida va boshqa soyda bo'yidan bor. Demak, dachani egasi bilan suhbat olib boramiz va sizlarga bu yerdagi narx-navo haqida, demak, dachamiz egasi, demak, Lazbek aka o'zi ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysiz, sizlar? Kechmisizlar? Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat. Aka, endi dachamiz haqida o'z ma'lumot berasiz obunachilarimizga. Demak, rivojdan boshlayveramiz. Aka, mana shu ko'p turgan dachamiz necha kishilik va narxi necha pul? 30 kishilik dachalarimiz odam boshiga 30 mingdan 500 mingdan 600 minggacha bo'ladi. Ha, demak, nachovkasi bilan. Ichida bonuslariga qatiq sutlarimizni qo'shib beramiz. Dam oluvchilar toqqa olib chiqamiz keyin shunday ichida. Labo xizmatlari hammasi bor. Yaxshi. Xo'p, demak, mana 30 mingdan kishi boshiga yoki bo'lmasam
60 mingdan o'tadigan zot. 60 mingdan yotish, ya'ni sutkasiga deb hisoblab qo'yishaveradi. Bemalol mana kollektiv jamoa bo'lib keladiganlar uchun ham sharoitlarimiz ham bor. Hamma sharoitlar yetarli. Aka bo'lsa boshqa Ne? narsalardan ko'rsatasiz? Yuring. Tabiiy ovqat qilaman degan bo'lsa, qozonqachalarimiz addenni, artda so'rinning o'ziniki bor. Agar yo'q gazda qilishamiz, gaz sharoitlarimiz ham bor. Gaz, o'tin, o'sha sharoitlarimiz bor aka. Böyle shopirlarga addenni bonus so'ralarimiz kichkina. Demak, odam olib kelgan shopirlarga bonus so'ralar. Bonuslarimiz bor, ha? Demak, ana bemalol joy-joy beriladi. Bemalol damda olishlari mumkin. Yaxshi, demak mana. Mana dachalarimiz ko'm-ko'k. Mana bog'da ichida. Bog'da orasida dachalar. Hop, aka bu tapchanimizni tushuntirasiz endi. Bu tapchanimiz necha kishilik? Bu 10 kishidan 15 kishigacha. O'sha kunduziga dam oladigan so'ri. Bunda ham o'sha hamma sharoitlari bor. Odam boshiga 25 ming, 30 mingdan. Aka nomidan kanaldamiz desa, bonusini qilib beramiz aka chiroyli. Demak, kanalimiz nomidan desalaring, demak, Tog'ifor kanalidan 100 dan ko'rib sizlarga bog'lanyapmiz desalaring, demak, bemalol sizlarga skidka qilib beradi. Skidkasi bor. Sizlarga bonus. Sharoitlarni qilib beradi. Demak, aka har bitta tapchanda oldi, demak, o'choqlari bor. O'choqlari addenni hammasiniki. O'choqlari bor. O'sha sharoitlari bilan. Demak, bu tomondagi dachalarimiz ham deyarli hammasi bir xil hisoblanadi. Ha, bir xil hisoblanadi. Aka, umumiy hisobda nechta so'rimiz bor? 15 ta. 15 ta so'ri. 15 ta so'ri, shundan 4 tasi xonalik. 4 ta xonali. 4 ta xonalik ichki qirnashobkaga bemalol bo'ladi. Yoshda muammo bo'lmaydi. Umumiy hisobda bir kunda nechta odam qabul qilasizlar masalan? 200 ta odam qabul qilamiz. 200 tacha odam sig'averadi. Bemalol sig'averadi. Ha, yaxshi mana. Bitta kollektivlarga. Mana atrofimiz juda chiroyli. Manzarali bog'. To'g'risi bulbullar tinmay ekan, qushlar o'ta mazza qilib. Tabiiy, hammasi tabiiy. Ormaylar. Mana akalarimiz ham ijod o'qitishlarida dam oluvchi akalarimiz mana. Ha? Bu Tog'ifor YouTube kanali. Hali kelamiz, yo'q gaplashamiz. Bo'ldi mana. Ana akalarimiz dam olish chaqib ketyaptimi axir? Ba'zan qachon kelgansizlar? Bugun keldingizlar mana. Ha, bugun keldi. Inshaalloh bugun keldi, demak. Taassurotlar yaxshimi axir? Yaxshiylar. Rahmat, salomat bo'ling. Bo'ldi. Mana Andijondan mehmonlar. Ha. Assalomu alaykum. Yaxshi dam olyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Oshlar pishyapti. Bo'ldi, hoji akalar. Yaxshimi sharoitlar? Biz yaxshilikda havosi yoqqanida 6 yil bo'lgan bo'lsa kerak, ochiq bo'lsa ham kerak, meni o'zimga. Shu kelaman. Har yili kelasizlar? Har yili eng kami 5 marta. Ana. Bo'lmasa 6 marta kelamiz. Har oy 2 marta kelamiz. Boshqa almatjonlar mana yaqinda ham ko'rilib 4-kelishim bu biladi. Bu yoqadi. Faqat asos tinchda havosi yoqadi, sharoiti yoqadi. To'g'ri. Bizga juda mamnunmiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Xushmuomala. Hammasi eng asosiy bular xushmuomala. Shunisi yoqadi bizga. Rahmat, salomat bo'ling. Ovqatlarimiz pishyapti. Xudo xolasa kelamiz. Salomat bo'ling. Yaxshi damoylar. Xo'p. Mana damoqchilarimizni fikrlarizlari ko'rinadi. Mana o'choqlarimiz ham yangi so'rlar, yangi o'choqlar, hammasi qilingan sharoitlari bor. Sharoitlar zo'r. Eshitmadan kamchiligi bo'lmaydi. O'sha qoladiganlarni aytib ketamiz. Demak, xohlaganlar kunduzi so'rga ochish mumkin. Xohlaganlarga, demak, yosh bolalar boshqalarga, demak, addenlarimiz ham bor. Addenlarimiz bor. Hop, demak, bu so'ra ham yangi qurilgan. Yangi bu ham shunday. Hop. Aka, soyda pastida ham joy ko'rdik. Joy ko'rsatasiz endi. Bo'ling, yuring. Hop. Hop, demak, mana shu dam olish maskanimiz ham mana shu lazmiy dam olish maskaniga qaraydi. Hop, demak, mana past tomondan soy bo'yiga tushib ketish mumkin. Demak, bemalol bu tomondan dam olsa bo'ladi. Hop, keyin bundan tashqari mana shu dachamizda mana shu laboda tog' tepasi olib chiqish xizmatlari ham bor ekan. Tog' tepasi manzara o'ta chiroyli, nasib qilsa chiqamiz shu tarafga va sizlar bilan o'sha safar taassurotlarini demak bo'lishamiz. Aka, labo xizmatlari necha puldan bir kishiga? 25 ming 30 mingdan. 25 ming 30 mingdan.
Odam soniga qarab ko'proq bo'lsa, ko'proq bo'lsa ham arzonroq bo'laveradi. arzonroq bo'laveradi. yaxshi. Aka bo'lmasam, Ichkarida mana shu dachamiz xonali joylarimiz bor. Ana menga eng yoqqan dacha shu bo'ldi, chunki bu dachani o'tgan yil ham bir ko'rib ketgandim, men kelish nasib qilmagandi. O'choqlari. Ana o'choqlari. Demak mana bu yerda ulfatlardan o'tirib, toza o'tiradigan skameykalari. Demak mana shashlik dam olishlarimiz bor ekan. Har bir dam olish maskan suvisini oldida. Demak, mana bu tabiiy buloq suvi chiqqan. Suv o'ta muzday. Bu mana bu yotoqxonasi. Yotoqxonalar deyarli hammasi bir xil sharoitlari. Mana. Demak, O'zbekistonda tarzi bezatilgan. Bu nimamiz ham aka bir kishiga 60 ming to'g'ri keladi. Sutkasi 60 ming. 60 mingdan 60 ming, kunduzi 25-30 mingga. to'g'ri keladi. Bo'ldi. Xo'p, qadrli kanal obunachilari, demak, mana dachalarimizni qisqacha ko'rib chiqdik. Keyin yana ma'lumot berishimiz kerak sizlarga. Agar mabodo ovqat qilishga masalan vaqt bo'lmasalaring, shu dachamiz egalari ham o'zi pishirib berishlari mumkin. Qozon haqi necha pul dedingiz aka? Qozon 30 mingdan 25 ming, o'sha atrofida. Qolgan taomlar hamma luboy taomlar pishirib beramiz. Bu yerda to'g'risi haligi qatiqlar juda yoqdi. Qatiqimiz bor, sutimiz bor. Suv demak, kelganlarga bu hammasi bonus, tabiiy. Ana tabiiy bonus. Kelgan mehmonga shu bir kasa beramiz, albatta. O'zim ham ishda maza qildim to'g'risi. Hammasi bonus beramiz, yaxshi bo'ladi. Xo'p. Chiqamiz, xudo xolasa. Hali kanal obunachilari, bugungi mana shu video obzorimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, demak, eng yaqin o'rtoqlaringizga tarqatasizlar. Like bosinglar, obuna bo'linglar va mana shu dam olish maskanimizga bemalol tashrif buyuringlar. Albatta, yana qaytarib o'tamiz, kanalimiz nomidan chiqsalaring, demak, sizlarga skidkasi bor. Skidkasi bor, bonusi bor, xudo xolasa. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Charchamang. Mana dam olish maskanimizdan pastga tushib borganda pastda soy bor. Bemalol soyda bo'yda ham dam olsa bo'ladi. Soyimiz asosan mana shu aprel, may oylarida katta suv oqadi. Asosan bu soy buloq suvlaridan hosil bo'ladi. Bemalol dam olsa bo'ladi.